Şivetler sağ olun. Dörtte şivet sağ olun. Al senge depayım onu bol. Üstüne yürüsün degenizde koşup koy. O zaman koyup durayım. Rahmat Muratcan'a geliyor. Vuruş gel adam onu toları gel. Çupa aldı. Doğrusu geldi. Veremem hocam. 151 milyonga berilyapti. Hammasi shvedlar olmalar keladi. Uchorasimi? Uchorasi o'tadi. Ucholasimi? Bular sigirmi nima bular? Hamma qisirga shuncha narx. Olovi savdo ham. Bo'ldi, sotdim mana. Achchiq qilish kerakmi, jon aka? Bo'ldi, yoping endi, bo'ldi. Bo'ldi, yoping. Qadrlab mana. 6 millionga qo'y, gap aytdim. Xolib aka gapini. Oldi, xursand. Nima deyapti? Bo'ldi, hali vasvas deyapti. Bo'ldi, boshqalarga sotdim. Dedim, mana qadi shu aka siz uchun o'tib berdim deb sotdim. Muratcan aka siz uchun 55 dan keyin kelmay sotmasdi. Seni olsa olmasa. Ha, shaqildas bo'yam. Men o'tib beraman kimi bor deydi. Qilib berishga beryapsiz, jon aka. Men olasdim qilib berishga. Men Murat akam kelib qo'shilib bo'ldi. Men olaman. Ya jon aka 2 deyapsiz, bu. Qani qo'sha oladim. Bu mol. Boyga bilinmaydi, boyga, ey. Ha, boy ham hisob kitobi bor, hamma yo'q. Hamma yo'q hisob kitob bor. Bitmadi. 55 kam bor. 54 kam bor. Bo'ldi 52 ga sotdim. Ottichilik qilma. Bo'ldi. Endi sotdim 52 million bo'ldi. Usamisa? Bo'ldi. Bo'ldi. 150 million pulni hozir beraman. 2 millionini sutini sinab olib beraman. Dogovor shunaqa bo'lgan. Sutini 30 taga sinayman, 40 taga emas, 30 taga. Mana Qolib akam eshikka ertalab 30 taga sinayman, 15 tadan 150 million pul beraman, 2 millionini payshanbaga sinayman, payshanbagini 15 tadan 30 taga shuncha bolani ishi. Kaltasiga 2 million tashlab beraman. Xursandmi? Mana. Baraka. Şeyde foydası men o'zim sotib bersam-chi? Yo'q, Şeyde foydasiga men o'zim sotib bersam. olib ketaver. Bunda but Olib bo'ldi. ketaver. Sotsa beraman. Endi bundoq qilasan, bo'pti. Sen 2 million Murat akamga olding-a? Bo'ldi. Murat akamga olding-a? Bunga turib.